Mana shu joyda topgan insonga 5 litr zamzam suv va'da qilaman. Inshaalloh noyabr o'rtalarida, noyabr boshlariga qaytaman. Toshkent xalqaro aeroportda meni kutib olsa, 5 litr zamzam suv beriladi. Bu chiqish Safar Marmardi. Ikkinchi etajda, birinchi etajdan chiqish tomoni mana. Safar Marmar ikkinchi etajdan chiqish tomoni, asosiy birinchi etajdan chiqish tomoni. Ko'rishda Blacktown So'g'od minorasidan pastga tushganda orqa tomondan soch oladigan joyda va payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamda uylarining ro'parasidan zamzam qudug'i chiqqan joy, zamzam suv ichadigan joyda ro'parasidan kelganda 9-hojatxona, ayollar 9-hojatxonaning yonida joylashgan. Kim bilsa kommentariyada yozadi, kommentariyada o'zim topaman. Birinchi topib yozgan insonga 5 litr zamzam suv va'da qilaman. Inshaalloh 5 litr zamzam suv to'yib ichaman. Zamzam suv sog'indim deganlar bo'lsa, kommentariyaga bangillatib yozaveramiz do'stlar. Albatta umra ziyoratiga Saudiyaga kelgan yo'llar bo'lsa va kelgan insonlar umra safariga kelganlar biladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib, kommentariya yozinglar. Inshaalloh mana shu joyda bilgan inson va topganga, Toshkentga qaytamiz noyabr o'rtalari yoki boshlarida. Toshkentga albatta qaytganimizda o'zimiz qo'limiz bilan topshiramiz. Do'stlar, endi safarga, umra ziyoratiga kelgan insonlarga biz ishonchli firmani tavsiya qilamiz. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, qaysi kunga reys borligini va qisqa yo'lda tushuntirib beramiz do'stlar. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada mehmonxona masofasi 900 metrdan 800 metrgacha Makka Mukarramada. Madina Munavvarada 300 metr. Ovqatlanish Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz yotib, 2 mahalda o'zbek taomlari beriladi. Makka Mukarramada 12 kun bo'lasizlar, 3 mahal o'zbek taomlari. Va bu yerda ziyoratgohlarimizga hamma qayerlarga olib borish kerakligini, ro'yxati va grafikini sizlar Telegram, WhatsAppdan tashlab beradi. Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, operatorlar to'liq ma'lumotini berib o'tadi do'stlar. Siz chet elda turib ham ota-onangiz bemalol tabrik yo'llari bilan yoki shunchaki surpriz qilib jo'natsangiz ham bo'ladi. To'liq usullarni operatordan olishingiz mumkin. Sizlardan talab qilingan narsa zagina pasportdan tashlasanglar, sizlarga viza bilet yoziladi 3 oylik inshaalloh umra vizasi. Pastda nomerni qoldiring va tafsildan yana kerakli ma'lumotlar operatorimiz berib o'tadi do'stlar. Narxlari bo'yicha Toshkentga $1050, Toshkentda 3, Toshkent Jidda, viloyat Andijon, Samarqand, Termiz, Namangan, Andijon, Farg'ona reyslar bo'ladigan bo'lsa $1100 do'stlar. Odam anchagina kamayib qoldi. Hozirgi kunda bemalol kelib ibodat qiladigan do'stlar. Bu yerda ibodat qilib, soch oladigan joylar bor mana. Soch oladigan joylar, bemalol sochingizni oldirsangiz bo'ladi. Faqatgina bitta narsani eslatib o'taman, bu yerda sochingizni qirib qo'ymaydi. Sochingizni bu yerda qiyib qo'yadi, qiyib olib qaychida olish mumkin. Mashinkada, masalan, qaychida qiyadi. Mashinkada olmaydi, yoki ustanada olmaydi. Faqatgina qaychida qiyish mumkin. Biz endi ibodat qilib chiqib asosan qirdiramiz. Shuning uchun 5 riyol yoki 10 riyolga oladi. 10 riyolimiz 35 ming so'm bo'ladi. Agar 5 riyolga olsangiz, shunda 15 ming, 16 ming atrofida olasiz. O'zbekistonga 16 ming, 15 ming bo'ladi. Endi rasxotimiz bir qator aytib o'tib ketaman. Shu narsa bo'yicha sochingizni qirdirganda 5 riyol yoki 10 riyol ketadi. 10 riyol hisoblaganda 35 ming so'm. Oxiri Qizil dengiz sayohatimiz bor. Kuningiz yakunida O'zbekistonga qaytishingizda 1-2 kun qolganda vaqt to'g'rilanib, bepul avtobuslarda Qizil dengizga olib borib, ikkita nuqtasi va ikkita joyi bor. Qizil dengizda ham ikkita joylashuv bor. Yaxtalarga chiqib, ziyorat qilib va dengiz bo'ylariga olib boradi. O'sha joylarni ziyorat qilib kelishingiz bepul avtobuslar qo'yiladi, Jurpa bo'yicha Jurpa qilinib olib boriladi. Endi u yerda yaxtaga chiqishlik uchun 25-23 riyol ketadi. 70 ming so'm, 80 ming yaqin pul bo'lsa, bu yoqda bir sochingizga qirdirgan pul ishlaysiz, u yoqqa bir 100 ming so'm, o'zbek puli 100 ming so'm rasxod qilasiz, xolos, ko'p emas. Endi joyiz yozdirib kelsangiz, bu yerda siz kim kutib oladi, 50 boshi bilan keladi, 1000 boshi bilan kelamiz deganlar uchun. Cho'chimang, bemalol Toshkentdan ham, viloyatdan kelsangiz ham 50 bosh, 1000 bosh birga keladi. 50 boshi ichib pilla keladi. O'zimiz aeroportda kerak bo'lsa, bizga topshiriq tushsa, o'zimiz kutib olamiz. Madina Munavvaraga olib borib, kutib olib, ziyorat qilib kelamiz. Makka Mukarramada ham o'zimiz chiroyli holatda ibodatlar qilamiz inshaalloh. Mana shu Blacktown So'g'od minorasini P3-qavatiga, P2-qavatlarda Qur'on kitob beradigan joylari bor. Chiqib, bepulga Qur'on kitoblarini olib beramiz inshaalloh. Bizga ishonib kelgan insonlarga faqat.
Chunki operatorga telefon qilib joyini yozdirsa, bizga aloqaga chiqib qo'yadi. Shu insonlar pasportini oldik, viza bilet qildik. Mana shu kuni uchib ketyapti. Inshaalloh kutib olib, chiroyli ibodatlar qildiringlar deb bizga topshiriqlar tushadi. Chunki biz 50 bosh, 1000 bosh emasmiz. Shaxsan men blogerman, shu yerda xizmatlar ko'rsatib yuramiz. Shunday topshiriqlarni olib, sizlar uchun qo'ldan kelgancha sizlar ko'nglinglarni olib yuramiz do'stlar. Oddiy soddagina qilib tushuntirib beryapman. Umra ziyorati, umra safariga kelganlar uchun. Albatta video davomida videoda boshida aytib o'tgandek, mana shu joyni topgan insonga va'da qilganimda 5 litr zamzam suv va'da qilganmiz. Kommentariyaga videoni ham tarqatib pozitsiya qilib qo'yamiz, chunki siz topolmasangiz, videoni pozitsiya qilib qo'ysangiz, yaqiningizda topishi mumkin. Shuning uchun video tarqatib qo'yasizlar pozitsiya qilib. Topgan insonga aytganim o'tganda 5 litr zamzam suv va'da. Kommentariyada birinchi o'qib chiqaman bitta kommentariya. Kim birinchi topsa o'sha insonni sirasi o'zimiz yozamiz, aloqaga chiqamiz. Toshkentga borganimizda yoki Toshkentda 5 litr zamzam suvi ilojini qilib dastlabki qilamiz. Siz men vodiydanmi, vohadan topdingiz bo'lishi mumkin yoki Rossiyada musofirda turib chiqib olishi mumkin, qo'lga kiritishi mumkin. Men topdim agarda bu joyda degan insonlar bo'lsa, bemalol cho'chimang. Siz Rossiyada musofirda bo'lsangiz, chet elda bo'lsangiz ham O'zbekistonda manzilingizni bersangiz, inshaalloh dastlabki qilib bera olamiz. Do'stlar, aloqaga chiqib olasizlar, ekan quyidagi nomerlar orqali aloqaga chiqib, to'liqroq yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.